gapiravering. Mana shu aytganimdek 1 yil oldin как раз bahor edi. Izbalog'ini bo'lib ketganda hay deyildi. O'shandan keyin dudulanish boshladi. Poliklinikaga chiqdik, nerpatologga qildik, lecheniya oldik, Psixonevrologmi? Ha. Bir tali dori-darmon yozib berdi, qildik. No, rezultat yo'q. Bog'chadagi hozlogoped ham shug'ullanyapti, no, men uni rezultatini hali ko'rmadim. Nima qilib shug'ullandi u? Nima qilyapti bog'chada po'shu? Nima qildi u senga? Voy bilmaydi ana. Nimadir o'rgatdimi? Harflarni o'rganmas, anaqa gapirish o'rgatyapti, nima qilyapti? Logopedga. Nima qildi? Azlar Bilmayman. Bilmayapsanmi? 1 yil bo'ldi shunda? Shunaqa bo'ldi? 1 yil bo'ldi. Nima qanaqa shug'ullanayotganini ham ko'rsatmadi, so'ramadi sen. Yo'q, men o'shani aytdim, men sen bilan gaplashdim dedim. Aytgan narxini xo'p dedim. Bolada rezultat yo'tsam sekin-sekin dedi. No, mana keldi, so'rayapman. Boshqa nima o'tdinglar? Bilmayman. Chiqdingmi? Yo'q, gruppamga. Aytaman, 30 ta bola. Gruppasida bu bilan qanaqa shug'ullanyapti? Или общий shug'ullanyapti. Unaqasi bo'lmaydi-ku. O'zi alohida chiqib ketish kerak. Alohidaga gaplashganman-ku. Mana ingliz tilida gaplashganman, alohidaga 4 ta bola. A bu logopedga mayli 2 ta qil, 3 ta qil, no 30 ta bola emas-ku. Yo'q, men noto'g'ri tushunmayman. Или ular sistemasi noto'g'ri. Rost gap, men bunga ishim tushmagan. Shuning uchun men bu logopedlarning anaqasini bila olmayapman. Bu bilan основной nafas orqali shug'ullanadi bu bilan. Dudug'lanyapti, nafas mashqlari bilan to'g'rilanadi. Mana shuni men anaqadan ko'rdim, telefonda ko'rdim. Engashib, o'z-o'zi har kuni 10 ta, endi bog'chadan kelgandan keyin 10 ta shug'ullanamiz, yotishdan oldin bir anaqa qilamiz. Burniga hozir 2-3 kun bo'ldi, massaj boshladik. Anaqasi bilan.